Qadrdonlar, o'sha aytgandek, konteynerda materialdan 20 metrli Bezuston firmamiz mana. Bu hozir bitta obrazec sifatida turibdi. Mana bu yerda qurol yasab qo'yganmiz. Akalar, konteynerda o'zini oltiga olti profili. Mana bu o'sha shivillari. Endi 20 metr Bezuston turadimi degan savolga akalar, mana 20 metr bundan ham ko'proq Bezuston qilib berganmiz. Svarkalari yaxshi chiqadi, inshaalloh chiroylidan. Bunimiz 20 metr joy emas, 40 metrli joyga tayyorlanyapti. Ya'ni bu yarmi. Yana buni davomi bor. Ya'ni bu yerdan o'sha xorilarimiz o'tadi mana bu yerdan. Hozir ko'rsatgan, oldingi videoda ko'rsatgan qo'shxorlarimiz mana shu yerdan o'tadi. Keyin bundan yana shu narsa davom etib ketadi. Ikkisi kat bo'lgan 40 metr joyda yopishchon qilinyapti. Bularimizni 1 metri hozirgi kunda 230 ming so'mga tayyor bo'lyapti firmani o'zi. Mana u konteynerda shivillarini qalinligi hozir 4, buniki 3.7 4 bo'ladi bu ham. Chiroyli chiqadi akalar. Kimgadir mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Konteynerda har qanday materialdan har qanday konstruksiyani chiqarib beramiz mana. Choklar. Endi 11.70 ta choki bo'ladi, обязательно. Endi bundan uzun chiqmaydi. 11.70 masjidga kelib mana svarka bo'lyapti. Plankasi qo'yilyapti mana. Plankasi pasti 20 sm. Endi bu firmamizni ozgina ichiga mana bu pastki tarafiga arka berib qo'yganmiz 3 sm, 4 sm. Strahobka sifatida o'zi ham ancha yaxshi turadi. Qadrdonlar, shu materialdan uzunroq, kattaroq joylar uchun ishlatib foydalansa bo'ladi. Mana bu yerda firmalarimiz turibdi. O'sha X xorimiz bu yerda metri 220 ming so'm, 8 metrga tayyorlangan hozir turibdi. Endi bunimiz arzonchi xorim. Ya'ni eng arzon firma shu konteynerda materialdan. Sababi yana o'sha choki bor mana. Mana bu yerda nariroqda ham choki bor. O'zi 5,5 metrli firma. Materiali mana o'sha konteyner tagidan chiqadigan 1 metrli deydi shu material. Bu ham baquvvat narsa. Mana bunimiz eshiklar yomidan chiqadigan material. Buni endi ishlatgan odam biladi. Bu sal materialda arzonroq bo'lgani uchun arzonroq material ishlatilgan. Lekin bu ham o'zini 5,5 metr bo'lgani uchun bemalol yukni ko'tarib turaveradi. Hech qanaqa bir sinib ketmaydi yo boshqa bo'lmaydi. Albatta baquvvat 25likka yasalyapti mana. 25 sm. Kichikroq joylar uchun, naveslar oldi uchun juda chiroyli holatda bo'ladi. Bunimiz tepamizdagi mana 38 lik firma. Asosan 38-35 bo'ladi firmalar. O'sha firmalarda bitta choki bor, mana o nariroqda choki bor, mana ko'rsatib qo'yaman. Mana shu yerda chok sifatida mana shu chok bo'ladi. Mana shu chok borligi uchun hozir bu 190 ming so'mga tayyor bo'ladi 1 metri. Agar shu chok yo'q bo'ladigan bo'lsa, biroz qimmatroq. Choki yana mana bu yerda nariroqda chok bo'ladigan bo'lsa, arzonroq chiqadi akalar. Ustunliklar ham bor, hamma materialdan bor. Qadrdonlar, xudo xolasa mana bu keyingi videomizda ko'rsatib o'taman. Konteynerda listidan firma. Bu mana konteynerda o'sha turga tur profili. 1.7 2.2 bo'ladi. Eng qalin 2.2, bunisi 1.7 ekan. Mana shu konteyner listidan bukilgan profil. Hozir eng hit bo'lib ketishu. Mana shu materialdan firma tomlar, naveslar qilinyapti. Inshaalloh buni ham ko'rsataman hozir video davomida. Obuna bo'lib qo'yasizlar. Hammalaringga rahmat.